Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Jalaquduq tumani Beshkaram MFI kredit 75-sonli konturimizda joylashgan bo'lib, bu yerda tarvuz ekilgan, maydon hajmi 10 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar so'z unib chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Yetishtirish davri 90 kun davom etadi. Yetishtirish davomida sug'orlar tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Mehnat ortidagi insonlar, ishchilar ishlayapti va texnika ishlov berilgan texnikalar bilan. Shu loyihaga 63 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 15 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samaradorligini oshirish maqsadida Olmazor shohdasi Lida tadbirkorlar tanlab olingan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonnadan 30-35 tonnadan mahsulot olish rejalashtirilgan. Maksimum ekinni yig'ishtirib olgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadlik ekin turi orqali yer egalarining daromadini oshirib borish kutilmoqda.